Bugun sizlar bilan restoranlardan ham mazaliroq chiqadigan roset potato, ya'ni kartoshka по-деревенски tayyorlaymiz. Oq navli kartoshkalarni yaxshilab yuvib olamiz va qovunsimon shaklda to'g'rab, qaynab turgan suvda 15 daqiqa davomida chalaroq qilib pishirib olamiz. Sudlangan paprika, quritilgan chesnok, tuz, murch, rozmarin va petrushkani juda ham mayda to'g'raymiz va aralashtirib quruq smes holatiga keltirib olamiz. Qaynab chiqqan kartoshkalarimizni issiq holda quruq smesimizni sepamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Natijada kartoshkalar ziravorlarni o'ziga biriktirib oladi va juda ham mazali holga keladi. Qovunsimon kartoshkalarni bir xil qilib taxlab olamiz, ustidan parmezan sirlarini sepamiz va 200 gradusli pechkaga 30 yoki 40 daqiqa davomida shuni qarsildoq qilib pishirib olamiz. Kartoshkalarni bu uslubda albatta tayyorlab ko'ring, ishoning juda ham qarsildoq va mazali chiqadi. Xuddi chet ellik. Kartoshkalar bilan birga tortib qilishga chikbomni yarim tayyor muzlatilgan stripslardan foydalandim. Eng muhimi, pishirish texnologiyasi va taom kaloriyalari mahsulotning o'zida ko'rsatilgan. Yarim tayyor stripslarni olasiz, muzdan tushirmagan holda yoqqa solasiz va shuni qizartirib qarsildoq qilib qo'yib olasiz. O'ylaymanki, sinovimdan o'tgan chikbom mahsulotlari vaqtingizni tejaydi va siz kutgan mazani beradi. Qarsildoq kartoshkalar va stripslarni albatta tartar sous bilan yeb ko'ring, bu juda ham mazali.